stress deb yozib qo'ygan. Stress asabiylashsangiz, boshqa bo'lsangiz, mana shundan yeb olishingiz kerak. Keyin samolyotda foyda bo'ladigan narsalar sotadi-da, mana qaranglar, hamma siyoh rangi, purple. Sleep dotda samolyotga chiqqaningizda shuni uyquga tortadigan narsa mana shu. Og'zingizga shunda ikkitasini solsangiz, all it sleeps deganni. Juda ham foydali narsa. Samolyotda ko'p ichadigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Samolyotda asabiylashib ketayotgan bo'lsa, stress ichadi. Keyin stressdan keyin sleepdan ikkita solsa og'zini tagiga, tilini tagiga bu uje uxlatadi. Sleep deb yozib qo'ygan. Purple esdan chiqib qolmasin. Tanishingizga jo'natib qo'ysangiz, mana bu yerda immunitetni oshiradigani ham bor ekan. No, bizga, ya'ni samolyotda ko'p ichadiganlarga uxlab ketish uchun mana shu sleep tavsiya qilaman. Shu tanishinglar bo'lsa, o'shanga jo'natib qo'yinglar, foydali video.